ota-onani ajrami farzandga qanchalik ta'sir qiladi? Og'ir ta'sir qiladi. Qiyin bu narsa. Nega desangiz, u bola qani endi mana ota-onam birga yashasaydi degan unaqada turadi. Nega yig'layapsiz? Nimaga yig'layapsiz? Endi shunaqa narsalarni ko'rganman-da, shuning uchun. Ota-ona birga yashasa. Lekin o'sha Buni otalar tushunishi kerak-da. otalar tushunishi kerak. Otalar ota aytadiki, men ertaga bitta nima deydi? Antigi qiz bola uylab olaman, falon bismillah. Hozir gapligi bor, onasi o'pmagan olaman degan gaplar. Farzandchi qaytar dunyochi. Vaqtinchalik bu. Uylanib olish mumkin, vaqtincha. Qaytar dunyo degan gap bor-da. Bumerang, mana o'zimiz tilda aytsak, bu hayot bumerang. Aylanib keladi. Qiz farzandingga kelsa-chi, o'sha ota ko'tara oladimi? Yo'q, ko'tara olmaydi. Lekin birovning qiziga Zulm qilishadi. zulm O'shaning uchun aytaman-da, ana sen unaqa ko'p anaqa chiranmagan bunaqa, masalan, shu yoshlarini ovalarsan, boshqa qilarsan, vaqt keladiki, bunaqa chiroyli oilani topolmaysan. Bu farzandlarni topa olasanmi u ayoldan? Topolmaydi. Qatdan bilasan, balki befarzand o'tarsan, buni uvoli urar bunga. Bo'lishi mumkin. Bunaqalarni ham ko'ryapmizku mana hozir.